Men sizga shaxsiy savol beraman. Siz turmush qurganingizda kvartira yoki uyingizdagi hojatxonani kim tozalaydi? Men shuni aniqladimki, ko'pchilik erkaklar buni xotini qiladi deb o'ylashadi va ko'pchilik ayollar buni qiladi deb o'ylashadi. +1 301 760 60 70 aziz do'stlar bizning WhatsApp raqamlarimiz. Shuningdek, unutmang, bizda Alkitab Media internet saytimiz ham mavjud. Bugungi dasturimizning mavzusi esa kim qanday mas'uliyatni oladi deb ataladi. Umuman olib qaraganda aziz do'stlar, bu bir kichkinagina hazil, lekin haqiqatan ham bu yerda bugungi dasturimizning mavzusi umumiy olib qaraganda kim qanday mas'uliyatni oladi deb bejiz aytilmagan, ya'ni uy vazifalari to'g'risida kelib chiqadi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu haqida men nimaga gapirishni boshladim? Bu meni birozgina aytaylikki o'ylantirib qo'ydi. Nima uchun? Lekin ko'pchilik jihatdan odamlar turmush qurganida, nikoh qurganida kim nima qiladi to'ydan so'ng degan, qanday vazifalarni oladi degan savol kelib chiqadi. Sotsiologlar aytadiki, buni oilaviy rollar deb aytadi. Ya'ni bu bizning aytaylikki qanday roldamiz biz bu nikohda. Avvallari masalan erkak kishi albatta tabiiy holki u uy ro'zg'orining boshchisi, pul topuvchisi edi, to'g'rimi? Ayol esa bu uy bekasi va bu yerda hech qanday tushunmovchilik mavjud emas edi. Lekin ko'pincha ayollar bugungiga qadar aziz do'stlar, albatta ular karyera qilib keladi, to'g'rimi? Va ular shunga umid qiladiki, erlari ularni qo'llab-quvvatlaydi va ko'pchilik uy vazifalarini erlar oladi deb. Agar turmush o'rtoqlar bu narsaga nikohdan avval kelishmagan bo'lsa, demak bu yerda ziddiyatlar paydo bo'lib qoladi. Aziz do'stlar, aytmoqchimanki, umuman olib qaraganda oilaviy rollarni biz aytaylikki bo'lishtirayotganimizda yoki mana shu narsaga, mana shu savolga javob izlashni boshlaganingizda bir necha faktorlarni inobatga olishingiz shartdir. Birinchidan, ikkalangiz ham har xil oilada albatta tarbiya ko'rgansiz, ulg'aygansiz va har xil turmush tarzi bilan. Bir yosh ayol aytadiki, meni otam dedi har shanba kuni dedi, aytayaptiki, uy yig'ishtirib, tozalab keyin mashina yuvardi dedi. Lekin bu yerda aytmoqchimanki dedi, meni turmush o'rtog'im ham shunday deb o'ylaydi. Lekin men o'ylamabman. Demak, men bir yalqovga turmushga chiqqanman deb. Uning turmush o'rtog'ida esa boshqacha bir pozitsiya edi. Chunki u aytardiki, bizning oilamizda hamma ishni onam qilar edi deb. Va meni hattoki xayolimga ham kelmas ediki, ayolim mendan yordam kutadi deb. Ha, aziz do'stlar, ko'pchilik aytadiki, nima uchun men 2 soat vaqtimni mashina yuvishga ketiraman, lekin uni albatta moykaga olib borsam ham bo'ladi-ku debdi va hokazo uni 3 daqiqada yuvib qo'yishadi. Bizning oilada hech qachon mashinani yuvishmagan. Shuning uchun deydi, nima uchun bu narsa mening ayolim uchun muammo deb aytadi. Uning ayolining muammosi esa albatta nima? Demak, mening turmush o'rtog'im yalqov, demak turmush o'rtog'im uy vazifalarini, uy ishlarini qilmaydi deb aytadi. Lekin aziz do'stlar, aytmoqchimanki, ko'pchilik holatlarda biz o'ylaymizki, unday emas. Masalan, meni oilamda, men o'sgan oilada, masalan, agar men ota-onam oladigan bo'lsak, men otam men bundan yuqori ham aytib o'tganman, bundan avvalgi podkastlarda ham mening otam harbiy bo'lgan sababli uyda umuman ham bo'lmas edi. Bo'lsa ham vaqtini divanda, televizorning tagida o'tkazar edi. Hamma uy ishlari, uy vazifalari onamning yelkalarida edi. Bu yerda
aziz do'stlar, aytib o'tmoqchimanki, har xil tushunchalar. Turmush o'rtog'imning oilasida esa unday emas, aziz do'stlar. Turmush o'rtog'imning oilasida unga otasi ham uy vazifalarini, uy ishlarini albatta bajarib kelar edi. Va mana shu jihatdan afsuski, mening oilamdagi turmush tarzim, men o'zimning oilamga olib kirib keldim va mana shu eng aytamanki, yomon odatni olib kelib qo'ydim. Chunki turmush o'rtog'im faqatgina ba'zida agar men unga aytsamgina qiladi, aytmasam qilmaydi. Va yaqinda bir psixolog bilan suhbatlashganimda aytadiki, erkak kishiga aytish kerak deyapti. Aniq va to'liq aytishingiz kerak. Nima xohlaysiz, nima qilmaysiz. Masalan, turmush o'rtog'imga ham men aytganman. Men mana uni ovqat qiling desam, demak men turmush o'rtog'imga aniq aytishim kerak. Men mana ovqatni istayman. Demak, u shuni qiladi. To'g'rimi? Aynan mana shu mavzuni ko'targanim sabab bugun umuman olib qaraganda farzandim magazinga chiqib ketayotdi. Men aytdim, bilasanmi, menga mana uni olib kelib ber deganimda, u aytdiki, borib kelgandan so'ng keyin aytdim, buni olmabsan desam, aya, hamma narsani siz menga aniq ravshan qilib aytishingiz kerak. Menga mana uni olib berding, bo'ldi deb. Va men shu narsani tushunib yetdimki, erkak kishiga aniq qilib aytish kerak. Demak, men tushunishim kerakki, men tushunib yetdimki, erkaklarga aniq qilib aytish kerak. Masalan, men bugun mana uni monopolkani masalan aytaylik, monopolkani qoqib bering deganimda, demak, men turmush o'rtog'imga aniq va ravshan qilib tushuntirib beryapman. Monopolkani menga bugun qoqib bersangiz, men mana maqsadlarga ishlatmoqchiman deb. Ya'ni bu yerda aytmoqchimanki, aziz do'stlar, turmush o'rtoqlar uy vazifalarini bo'lishgani kelganida, albatta ular bir-biriga to'liq ravshan qilib aytishi kerak. Men oilada, masalan, nikohda mana uni kutmoqdaman deb. Masalan, agar oilada farzandlar bor bo'lsa, men sizdan shuni kutmoqdamanki, siz farzandlarni qaysidir darslar bilan yordam bering yoki masalan bog'chadan olib keting yoki aytaylikki, men ulgurmayapman, bolani maktabdan olib ketay va hokazo degan narsani. Yoki aytaylikki, shunday ham bo'ladiki, hozirgida men juda ham hurmat qilaman mana shunday oilalarni. Uyda yosh bola, yangi paydo tug'ilgan bola bo'lsa, ona albatta tabiiy holki charchaydi va erkak kishi, menga shunday oilalar yoqadi. Ular keladi, ishdan charchaganmanmi yoki yo'qmanmi, lekin ayoliga yordam berishni xohlab qolishadi. Va ular charchog'iga hech narsaga qaramasdan, axir farzand faqat uniki emas-ku, to'g'rimi? U faqat ayolniki emas, balki erkak kishiniki ham. Va ular mana shu vazifalarni bo'lishib keladi. Agar erkak kishi uyga kechqurun kelsa, uyda uy qo'polcha qilib aytganda ivirsib, yig'ishtirilmagan bo'lsa, ayol kishiga sen buni qilmabsan, kun bo'yi nima bilan shug'ullanding deyishni o'rniga turib, ke yordam beraman, qarashaman, farzandlarni chalg'itib, o'ynab va mana shuni uy vazifalarini, mas'uliyatlarini chalg'itish deb ataladi. Ya'ni bu yerda aziz do'stlar, bilasizmi, siz oilangizda albatta biz yuqorida aytib o'tdik, har bir erkak, ayol, ular tabiiy holki har xil oilalarda, har xil prinsip, har xil hayotiy tarzda katta bo'lishgan. Va biz ham oila qurganimizdan so'ng qaysidir jihatdan oilamizda ko'rgan narsani o'zimizning oilamizga olib kelamiz. Erkak kishi ham shunday qiladi. Lekin oila qurganingizdan so'ng sizning o'zingizning mas'uliyat vazifalaringiz bo'lishi kerak. Biz esa mana shunday asnoda bugungi dasturimizni yakunlab qolamiz. To'liq darslarimiz bilan alkitab.media saytimizda tanishib olishingiz mumkin.